Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida kun yangiliklari. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Mast holda mashina haydaganlar uchun jazo kuchaytiriladi. Jinoyat kodeksining 266-moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish takliflari muhokama qilindi. Qo'mita raisi Qutbiddin Burhonov 2020-2024 yillarda mast haydovchilar sababli 600 ga yaqin yo'l transport hodisasi sodir etilganligi ta'kidlandi. 2024-yilning o'zida 405 ta yo'l transport hodisasi ro'yxatga olingan. Yig'ilishda Bosh prokuratura, Adliya va IIB mutaxassislari takliflarini muhokama qilishdi. Mast holda yoki haydovchilik huquqidan mahrum qilingan holda transport boshqarmasida nisbatan jazosi kuchaytirish bo'yicha qonun loyihasi tayyorlash uchun ichki guruh tashkil etish masalasi ko'rib chiqildi.